Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz qo'y pechatlari haqida ma'lumot beramiz. Pechatlarda Qirg'iziston, O'zbekiston deb yoziladi. Shunda uzoqdan kelib turgan qo'ylardagi o'sha kelib turgan davlatning qisqa raqamida yoziladi. O'zbekistondagi 100 deb yoziladi. Shunga e'tibor berishlarini so'rab qolamiz. Mana shu qo'ylar O'zbekistondan kelgan deb sotishgan, через internet orqali olganmiz, lekin pechatga e'tiborli bo'lsalar, qo'ylarda misol mana shu qashqa hozir ko'rinmayapti, ko'k uz deb yozilgan ekan. Shunga e'tiborli bo'lishlarini so'rayman, chunki bu pechatidan qo'ylarda qulog'ida pechatidan qayerda qo'yligini bilib olishingiz mumkin. Lekin bu qo'ylar Qashqa, bir ikkita 5-ta qo'ylarimda Qirg'iziston Talasdan kelgan deb sotishgan. Endi u paytda biz Rossiyada bo'lib olingan narsa internet orqali. Shunda shu pechatiga ishonib azlanib qolishlarini xohlamagan holatda shu internetga rolik qilib qo'yyapman. Chunki bu katta e'tibor talab qiladi. Mana shu olgan qo'ylaring toza, o'sha qayerdagi bo'lishini xohlasalar shu pechatiga e'tiborliroq bo'lib qarab, Qirg'izistondagi KG qiladi, Tojikistonniki TJ qiladi, O'zbekistonniki esa 100 qiladi. Bizniki mana hozir shular Qirg'iziston Talas deb qo'ygan qo'ylar. Meni hisobim bo'yicha bu chiqyapti, bu O'zbekiston qo'ylari chiqyapti endi. Endi sotuvchining o'zini hisob kitobi o'zi Alloh o'zi avvalo o'zi javobini Allohga o'zi javob beradi. Biz Talasda olganmiz. Buni o'ziga yarasha hikmati bordir. Shuning uchun umid bilan qo'y olayotganda mana shu qo'ylarni pechatlariga qarab, pechatlarini yaxshilab qarasalar, pechatida qaysi davlatda qo'y ekanligini qisqa qilib yozib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun yana bitta ikkinchi elementarli yana bitta narsa, qo'y kattasi men pol qilgan holatda ko'targanman, srochniy bo'lib, chunki sovuqqa kirib tashqarida o'tlardi qo'ylar. Shunda suyuq ichib, alina tayishiltib ketgan hisobiga pol qilib yuborgandim. Pol endi nimaga bu mavzuni ochganimki, mana shu tagini polni stachkadan hisoblaganda, mana shu hisoblaganda 50 cm ko'tarish kerak ekan. Mana shu poldan stachkadan polgacha 50 cm ko'tarilsa tozalash qulayroq bo'lar ekan. Meniki 25 cm 30 cm ko'tarilib qo'ygan. Arkasini ham mana shu devorga tirab qo'yganman. Devorga tirab jiyda ekonom bo'ladi. Lekin arkasini mana shu 1 metr ochilsa, maqsadga muvofiq tozalashga ham qulay bo'lar ekan. Meniki qo'yxonam 2,5 metr bo'lsa, ichi yana uzinasi 3 metr, shunaqa narigi bilan 4 metrcha bor. O'shanda 2,5 metrda 1,5 metr tozalandi, yana 1 metr qolib ketyapti devor tarafi. Shuni hisobiga mana hozir ochiq bo'lganda devor tomonini tozalab qo'yardim. Tiqilmasdi. Hozir tiqilib qolyapti. Devor tomoni endi qachon qo'ylarni tashqariga olganda polni boshqatdan tejitib orqasidan joy ochishim to'g'ri kelyapti. Shuning uchun mana shu mayda elementlarga e'tibor bergan holatda qilinsa yaxshi bo'ladi. Menga hozir mana shu qo'yni tagini tozalash juda noqulaylik tug'diryapti. Sizlar arkasini ochib qo'ysalar, kim pol qilgan bo'lsa, yo'q tagini balandroq qilish kerak ekan. Balandroq qilsa ham shu tozalashi yana qulayroq bo'lar ekan. Shu tagidagi go'nglar tez tiqilib qolar ekan. Shuni hisobiga keyin yana chilik-chilik bo'lib qolar ekan. Hozir qo'ylar o'zi toza ancha 1 metr, 1,5 metr ichini tozalab qo'ydim tagini poldan. Endi arkasi qolib ketyapti. Shuning uchun men mana shunday ma'lumot tariqasida internetga o'rnatyapman. Qo'y agar arzimagan mehnatimizni qadrlamoqchi bo'lsalar, like bosib, podpishka qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Bu o'zimdan bir kichkinagina kontent qildim. Kimgadir bu foydali ma'lumot bo'lishi mumkin.